Ayollar sistit bo'laman deb ko'p shikoyat qilishadi. Sistit o'zi ayollar hojatga ko'p chiqib kelishi o'zlarining tillarida sistit deyishadi. Lekin sistit bu siydik qopini kasalligi, bu katta mavzu. Lekin o'zlarining tiliga tushuntiraman. Agar sizda sistit ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak qin yo'lingizda, ya'ni jinsiy ginekologik yo'llarda o'sha shamollash bor. Chunki ular qin yo'lida joylashgan. O'sha siydik chiqarish kanali. U yerda 4 sm bo'lgani uchun kaltaroq, tezroq infeksiya kirish ehtimolligi balandroq. Shuning uchun jinsiy aloqa qilgandan keyin iloji bo'lsa, ramashka bilan chayqash kerak. Agar sizda sistit ko'p bezovta qilayotgan bo'lsa, fosfomitsin degan dorisi bor, parashyot bor. Shundan iliq suvga eritib 1 dona ichsangiz, agar juda ko'p qatnayotgan bo'lsangiz, 2 dona ichsangiz, o'sha sistitdan qutulasiz. Keyin asabga bog'liq turi bor. O'sha asabga ham asrash kerak. Agar ko'p sizda sistit bo'layotgan bo'lsa, demak magniy B6 2 tabletkadan 3 mahal 1 oy iching, o'sha qayta sistit sizni bezovta qilmaydi.